bir odam sayohatga chiqqan ekan. Unga bir mo'ysafid sherik o'pdi. Ertamandan kechgacha yurishib, kechqurun bir daraxt tagiga kelib charchab, endi yotaman deganda Halim mo'ysafid qadam bosib qochibdi. Birodar, ertamandan beri billamiz. Endi qoraydi, kechqurun bo'ldi, bir billa yotmaymizmi desa, sen meni tanimading debdi Halim mo'ysafid. Men odam suratidagi shayton edim. Senga bugun hamroh bo'lgan edim. Men hayotimda sajda qilmagan yerim qolmagan. Xudoga sunaqa sajda qilganman. Ko'p ibodat qilganman, lekin Xudo bitta gap aytdi. Odamga sajda qilgin dedi. Bir marta shu odamga sajda qilmaganligim uchun umr bo'yi qilgan ibodatimni hammasini hayf qilib Xudoy taolo dargohidan quvlab tashladi. Sen bir kunda 5 marta Xudoning gapini qilmayapsan. Bomdodda o'qimading, peshin, asr, shom, xuftonda o'qimay yotibsan. Endi seni tepangga bir balo kelib qolsa, men ham sherik bo'lmay deb shayton ham qochib ketgan ekan.